Ozodlikning to'lovi. 13 yil davom etgan qirg'inlar mobaynida 1 milliondan oshiq insonlar qurbon bo'ldi. 13 milliondan oshiq insonlar Suriya ichki va tashqi qochqinlarga aylandi. Va Suriyani 30% dan oshiq shahar qishloqlari vayronaga aylantirildi. Bu ozodlikning to'lovi. Suriyani 53 yildan oshiqroq muddat zulm bilan boshqarib kelgan Asadlar oilasidan Suriya xalqi ko'plagan aziyat va qurbonliklardan so'ng ozod bo'lishdi. Keling, bugungi videoda ortimizda qolgan 14 yil davomida bo'lib o'tgan urush, uni kelib chiqish sabablari va ayni o'sha yillarda bo'lib o'tgan muhim voqea hodisalar haqida gaplashamiz. 2010-2011 yillarda deyarli barcha arab davlatlarida joriy hukumatlarga qarshi ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Bu siz va biz bilgan arab bahori. Buning oqibatida ba'zi davlat prezidentlari iste'foga chiqqan bo'lsa, ba'zi davlatlarda qonunlarga ba'zi o'zgartirishlar kiritildi. Ba'zi davlatlarda esa hukumat namoyishchilarni kuch bilan bostirdi. Xo'sh, nima uchun bu namoyishlar boshlandi? Ayni o'sha yillarda barcha arab davlatlarida iqtisodiy krizis va ishsizlik avj olgan edi. Ayrim davlatlarda aholining 30% ishsizlikdan aziyat chekar va bu o'z-o'zidan xalqdagi iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirar edi. Arab davlatlaridagi boshqaruv esa avtoritar boshqaruv, ya'ni hokimiyat xuddi qirollik oilasiday davlat boshqaruvi avloddan avlodga meros sifatida o'tar va xalqni zulm bilan boshqarib keladigan diktatorlar rahbarlik qilar edi. Ba'zi rahbarlar 10 yillardirki mansabda o'tirib, xalq orzusini oqlamadi. Bu holatlar arab yoshlarini joriy hukumatlarni o'zgartirishni talab qilib, namoyishlarga chiqishga undadi. Misol uchun 2010-yilgi holatga ko'ra Tunis prezidenti 23 yil davomida ketma-ket davlatni boshqarib kelgan. Saudiyada esa qirollik bir asrga yaqin Saud oilasida. U yerdagi namoyishlar qisqa muddatda hukumat tomonidan bostirildi. Namoyishchilarning aksari yoshlardan iborat bo'lgani uchun ular hukumatdan katta islohotlarni talab qilishdi. Mavzudan uzoqlashmaylik. Biz Suriya haqida gaplashayotgan edik. Suriyada 13 yil davom etgan urush haqida gapirar ekanmiz, albatta Dara shahrini qo'shmasdan ilojimiz yo'q. Chunki zolim Bashar Asad hukumatiga qarshi ilk namoyishlar aynan Dara shahrida boshlangan. Va aynan o'sha voqealar bo'lib o'tgan joyni o'z ko'zimiz bilan ko'rishlik uchun hozir biz Dara shahriga qarab ketyapmiz. Yil atrofdagi arab davlatlarida bo'layotgan namoyishlardan ilhomlangan Daralik maktab bolalari aynan orqamda turgan maktab binosiga "Ja davrok ya doktor" deb yozishgan. Bu nima degani? Bashar Asad Suriyaning prezidenti bo'lishligidan oldin Londonda ko'z doktorlikka o'qigan. Ya'ni bu yozuv bilan Bashar Asadga namoyish qilishmoqchi bo'lganki, seni ham hukumatdan ketish davring keldi deb. Suriya kuch ishlatar tizimlari bu yozuvni yozgan maktab bolalarini aniq kimligini bilmagan. Shu sabab o'sha maktab o'quvchilaridan 7 nafarini gumon bilan 15-fevral kuni ushlab tergov idorasiga olib ketishgan. Bir oydan oshiqroq vaqt bolalar ozodlikka chiqarilmay, qamoqda ushlab turilgan. Bu voqealardan g'azablangan Dara shahri aholisi bu bolalarni qo'yib yuborishligini talab qilib, bir oydan so'ng 18-mart kuni namoyishga chiqishgan. Dara shahridagi ilk namoyishlar aynan mana shu yerda bo'lib o'tgan. 2011-yilning 18-mart kunida namoyishga chiqqan aholilar Bashar Asad xavfsizlik kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan. Va namoyishchilarning 2 nafari aynan mana shu yerda shahid bo'lgan. صور يا محمد. Lekin bolalarni qamoqdan ozod qilishni talab qilib, tinch namoyishlarga chiqqan aholilar o'qqa tutilgach, bu holatni yana ham chigallashtirdi va Dara shahri aholisi kun ora qayta namoyishga chiqa boshlashdi. Suriyadagi urushga uchqun bo'lgan namoyishlardan biri 2011-yilning 29-aprel kuni sodir bo'ldi. O'shanda Dara shahri Asad armiyasi tomonidan qamal qilinib, tashqaridan uzib qo'yilgan edi. Daradagi tajovuzlarni eshitgan shahar atrofidagi qishloqlardagi aholilar qamalni ochishni talab qilish maqsadida juma namozidan so'ng Dara shahriga qarab yurib kela boshlashdi. Bu vaqtda kuch ishlatar tizimlarga namoyishga chiqqanlarni o'qqa tutishga va hibsga olishga buyruq berilgan. Namoyish vaqtida yana qurolsiz aholilarga qarata o'q uzildi va bir necha kishi yarador va halok bo'ldi. Ko'plab namoyishchilar hibsga olindi. Ularning ichida 13 yoshlik Hamza al-Hatib ham bor edi. Namoyishlar Dara shahridan butun Suriya viloyatlariga ko'chishga sabab esa aynan Hamza al-Hatib ismi edi. Nega deysizmi? Namoyishda ishtirok etgani uchun hibsga olingan Hamza al-Hatib jasadi bir oy o'tib uni oilasiga qaytarildi. Hamzaning badanida turli qiynoq izlari va o'qotar quroldan 3 marotaba otilgan edi. Bu video Al Jazeera telekanalida nashr qilingach, butun Suriya aholisi bu noinsoniy qotillik
va kuch ishlatar tizimlarining shafqatsizligidan g'azablanib, Bashar Asad hukumatiga qarshi oyoqqa turishdi. Xalqning g'azabini ko'rgan Bashar boshida aholilarni tinchlantirish uchun ba'zi mahbuslarni ozod qildi. Lekin kech bo'lgan edi. Hamza al-Hatibning o'limi yillardir Suriya xalqi ustida qilib kelinayotgan adolatsizlik, tajovuz va zulmni poyoniga yetkazib, o'chmas bir alanga hosil qilgan edi. Bashar Asadda ota meros yana bir variant qolgan. Taxmin qilganingizdek, oyoqqa turgan xalqni zulm va kuch bilan bostirish. Bashar Asadning otasi 1982-yilda hamma shaharda namoyishga chiqqan aholilarni bostirishlik uchun hamma shaharni muhosara qiladi va 3 hafta mobaynida shaharni og'ir qo'llar va samolyotlar bilan bombalab turib, shahar aholisidan 20 mingdan oshiq insonlarni o'ldirib yuboradi. Qaraysan, qartasan, o'zligingga tortasan deb bejizga aytishmagan ko'rinadi. Bashar Asad ham otasidan meros olgan zulm va qahrni Suriya xalqi ustiga sochdi va namoyishlarni harbiylarni safarbar qilib, kuch bilan bostirishlikka urindi. Bu vaqt mobaynida bir necha 10 yillardir ota-bolani zulmlaridan sabr kosasi to'lgan xalq orqaga chekinishni istamadi. Tank va qurolli askarlar qarshisiga ko'ksilarini tutib, qarshilik ko'rsatishda davom etishdi. Namoyishlarda ko'plab insonlar otib o'ldirildi. Minglab insonlar qamoqlarda tashlanib, turli ta'ziqlar va noinsoniy sharoitlarda qiynoqlar bilan o'ldirildi. Suriyada ichki urush yo'q. Fuqarolik urushi yo'q. Suriyada xalq ularni hukumatga saylab qo'ygan, to'layotgan soliqlardan maosh olayotgan armiya xalqqa qarshi qurol ko'tara boshladi. Aholilar o'zlarini himoya qilish uchun o'zlaridagi bor imkoniyatlarni sarflashdi. Ba'zi shaharlarda namoyishchilar mahalliy hokimiyat binolarini, ba'zi harbiy obyektlarni egallab olib, u yerdagi qurollarni qo'llariga olib, zolim armiya qarshisida o'zlarini himoya qila boshladilar. أنا الملازم عدي العلي من مرتبات الفرقة التاسعة لواء 52 ميجا أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي القاتل وانضمامي إلى الجيش الحر. Voqealar shu zayl davom etar ekan, Bashar Asad armiyasida xizmat qilayotgan ko'plab general, polkovnik va oddiy askarlar bu zulmdan pok ekanliklarini bildirish uchun o'z iste'folarini e'lon qilishdi. O'sha vaqtlarda Bashar Asad armiyasiga qarshi bo'lgan muxolif kuchlar ozodlik va erkinlikni istab chiqqani sabab omma xalq tomonidan Jayshul Hur, ya'ni ozodlik armiyasi deb atala boshlandi. Jayshul Hur atamasi ayni o'sha yillar ommalashgan. Ya'ni biz Bashar Asadga bo'ysunmaydigan askarlarimiz deb o'zlarini ozod askarlar deb nomlashgan edi. Bashar Asad armiyasidan ajab chiqqan harbiylar turli katibalar va jamoatlar barpo qilishdi. Holat keskinlashib borayotganini ko'rgan tashqi davlatlar o'z manfaatlarini o'ylab Suriyaga o'z ta'sirlarini o'tkaza boshladi. Kimdir diktatorning hukumatda qolishini ta'minlash uchun unga yordam ko'rsatgan bo'lsa, boshqalari ozodlik va adolat istagan xalqni qo'llashni ma'qul ko'rdi. Tabiiyki, ikki prinsipga asoslangan tashqi kuchlar mintaqada o'z manfaatlarini ko'zlaganliklari aniq, lekin natija va so'nggi qaror xalqda qolishi barchamizga ma'lum. Bashar ham muxoliflarni kuch bilan bostirishga qat'iy qaror qabul qildi. Bu vaqtda mintaqada yuzlab bir-biridan mustaqil va turli hadaflardagi Bashar Asadga qarshi kurashayotgan guruhlar shakllanib ulgurgan edi. Har bir qishloq bir jamoat, har bir shahar bir jamoat va yana har bir toifa bir jamoat ko'rinishda Bashar Asadga qarshi kurashishga kirishdi. Ularni jamlab turgan g'oya Bashar Asadni qulatish edi. Qolgani muhim emas. Lekin bu yerda bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Arab bahori qo'zg'olonlarining ichida Suriya qo'zg'oloni o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. U ham bo'lsa, yuqorida aytib o'tganimizdek, bu qo'zg'olon masjidlardan boshlangan. Bu shuni anglatadiki, oddiy xalq zehnida markazlashgan narsa ozodlikka erishishlik bilan bir qatorda islomiy hayotni ham xohlashayotganini ko'rsatadi. Bu holatga namoyishchilarning asosiy sadosi: "Ey Alloh, biz uchun sendan boshqasi yo'q" iboralaridan ham guvohi bo'lishimiz mumkin. Urush uzoq yillar cho'zilgach, ko'plab shaharlar harbiy samolyotlar bilan bombalanib, vayron qilindi. Insonlar shaharlar ichida qamal qilinib, ochlikdan o'ldirildi. 10 minglab mahbuslar zolimlarning zindonida hech qanday asos va ayblovlarsiz o'ldirib yuborildi. Allohu akbar qisq qibal tayyoran harbi ala madinat dariya. Allohu akbar g'ara saniya. 2011-yil Livandagi Eronga tobe bo'lgan Hizbulloh guruhi Bashar Asadga harbiy yordam ko'rsatishlik maqsadida Suriya yerlariga kirib keldi. Buni ortidan Eron davlati mintaqada o'z ta'sir doirasini kengaytirishlik uchun o'z harbiylari bilan Suriyaga kela boshladi. Eron davlati Suriya yerlarida Bashar Asadni qo'llab-quvvatlashlikdan maqsadi nima edi? Eron davlati va livanlik Hizbulloh guruhlari bilan Bashar Asad yaxshi aloqada va doimiy ittifoqdosh bo'lgan. Shu bilan birga Suriya yerlarida o'z ta'sir doirasini oshirib va Yaqin Sharq mintaqalariga kirib borib, tarixdagi Fors imperiyasini qayta qurish orzusi borligi uchun ham ushbu urushga kirishdi. Manfaatlar faqat shu yerda cheklanmaydi. U Suriya yeridan foydalanib, mintaqadagi nufuzini oshirish
va Livan hududidagi Hizbullohni kuchaytirish maqsadida qurol-yarog' tashish uchun Suriyadan tranzit yo'li sifatida foydalanishni xohlagan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, mintaqada muxolif guruhlar ko'p va markazlashmagan bo'lgani uchun har bir guruh o'z mintaqasida yolg'iz edi. Bundan foydalangan Bashar Asad ko'plagan mintaqalarni qamal qilib, ularning ustidan tonnalab raketalar yog'dira boshladi. Ko'plab shahar aholisi qamal sabab ocharchilikdan aziyat chekar va dushman qarshisida uzoq muddat turib bera olmas edi. Harbiy jinoyatlar haqida gapirsak, 2013-yilni 21-avgust kuni muhosarada bo'lgan Sharqiy G'uto mintaqasidagi aholilar ustida tungi soat 3larda kimyoviy hujum amalga oshiriladi. Ushbu hujum natijasida aksar ayollar va yosh bolalardan iborat bo'lgan 1800 ga yaqin inson halok bo'ladi va 3600 dan oshiq inson zaharlanadi. Ushbu hujum Bashar Asad jangarilar tomonidan amalga oshirilganligi aniq bo'lsa-da, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ushbu kimyoviy hujumlarni tekshiradigan o'z komissiyalarini yuboradi. Va tekshiruvlardan so'ng aynan 21-avgust kuni Sharqiy G'uto mintaqasida Zarin nomli kimyoviy hujum amalga oshirilganligi tasdiqlanadi. Surishtiruvlar ortidan Amerika boshchiligidagi 37 ta davlat kimyoviy hujumda Bashar Asadni ayblashdi. Suriya, Rossiya va Eron hukumatlari bu hujumni rad etib, muxoliflarga bu aybni to'nkab yuborishdi. Aytib o'tganimiz ushbu kimyoviy hujum aynan mana shu mintaqada amalga oshirilgan. Bu yer Sharqiy G'uto mintaqasi. Bu yerda aholilar bir necha yil muhosara holatda turli qiyinchiliklarni o'z boshlaridan o'tkazishgan. Bu mintaqada oziq-ovqat tanqisligi va ocharchilik sabab aholilar hatto daraxt barglarini va hatto yerdagi o'tlarni yeyishlikka ham borishgan. Va ocharchilik haddan ziyod oshib ketgan vaqtda bu yerdagi ahlimlar hatto aholilarga mushuk go'shtini yeyishlikka ham fatvo berishgan. Kimyoviy hujum 2017-yilni 4-aprel tongida ham qayta qo'llanildi. Bashar Asad jangarilari Idlib viloyatining janubidagi Xonshayxun shahriga samolyotda kimyoviy raketa tashlashdi. Ushbu qirg'inda ham 89 kishi qurbon bo'lib, 550 dan ortiq inson zaharlandi. Davlatlararo taqiqlangan qurollar Suriya aholisi ustida yuzlab marotaba qo'llanildi. Kasetli bombalar, fosfor yondiruvchi raketalar va aholiga hujum shahar qishloqlarida bunkerga qarshi raketalar takror va takror qo'llanildi. Zolimlarning hadafi faqatgina aholi turar joy binolari bilan cheklanib qolmay, hatto maktablar, kasalxonalar va ayollar tug'ruqxonalari ham shafqatsizlarcha bombalandi. Suriyadagi muxolif guruhlarning orasini parokanda qilib yuborgan yana bir holat. 2013-yilda Iroqda faoliyat olib borgan Iroq Islomiy davlati nomidagi jamoat Suriyadagi notinchlik fonida o'z faoliyatini Suriya yerlariga ham kengaytirdi va jangdagi tajribalari bilan qisqa muddatda ko'p yerlarni egallashga muvaffaq bo'ldi. Bir vaqtlar mana bu cho'l mintaqalari IShID jamoati nazorati ostida edi. Suriyada bunday cho'lli mintaqalar ko'p bo'lganligi uchun IShID jamoatiga bu mintaqalarni bosib olishlik unchalik qiyinchilik tug'dirmagan. Sababi bu mintaqalarda aholi deyarli yashamaydi. IShID jamoati qisqa vaqt ichida juda ham katta mintaqalarni olishiga qaramasdan, mintaqaning aksari aynan mana shunaqangi sahro va cho'llik mintaqalar edi. Iroq Islomiy davlat jamoati mintaqada o'zlari xohlagan xilofat qurish g'oyasi borligini va barchani o'ziga qo'shilish kerak ekanligini ta'kidlashdi. Va Bashar Asadga qarshi kurashayotgan ba'zi jamoatlarga qarshi hujum qilib, ularning a'zolarini o'ldirib, qurollarini tortib oldi. Mintaqada Iroq Islomiy davlati jamoatiga nisbatan salbiy qarashlar paydo bo'ladi va ko'plab jamoatlar va guruhlar bilan o'zaro kelishmovchilik ortidan oradagi munosabatlar sovuqlashib ketadi. 2013-2014-yillar oralig'ida Iroq Islomiy davlati guruhi Iroq va Suriyada katta hududlarni egallagach, 2014-yilning iyun oyida Iroq Islomiy davlati o'zlariga Abu Bakr Bag'dodiyni xalifa sifatida tanlab, xilofat e'lon qilganini bayon qilishadi. Shu bilan Iroq Islomiy davlati nomi Iroq va Shom Islomiy davlati deb atala boshladi. Bu nomni qisqartirmasi rus tilida IGIL, arab tilida Daesh, o'zbek tilida esa IShID deb ataladi. Ishoning, ularning xilofat qurish tushunchasida muammo yo'q edi. Asosiy muammo uni boshqarayotgan odamlarda, qilayotgan ishlarida va xilofatni e'lon qilish va unga bay'at berishga odamlarni majburlashidagi noshar'iy uslubida edi. Biz xilofat qurdik, bizga hamma bay'at berish kerak deb e'lon qilishdi. Va Iroq va Shom Islomiy davlati, ya'ni IShID jamoatiga qo'shilganlar va minglab xorijdan xilofat ostida yashash orzusida bo'lgan insonlar u jamoat safiga kelib qo'shila boshladi. Lekin ko'plab mustaqil guruhlar va jamoatlar IShID jamoatini ko'plab tajovuzlarga guvoh bo'lgani sabab ularga qo'shilishni istamadi. IShID jamoati o'z safiga qo'shilmagan guruhlarni avvaliga bog'iylar, keyinchalik murtadlar deb ularga qarshi jang e'lon qildi. Endilikda Bashar Asad hukumatiga yo'naltirilgan janglar ichki nizolar va o'zaro janglarga aylanib ketdi. Yana bir muhim nuqta. Bu Suriya sharqidagi kurdlar masalasi. Ular ham Asadlar oilasida yillar davomida ko'rgan adolatsizliklari va tajovuzlari ortidan 2011-yilda bo'layotgan tartibsizliklar va hukumatga qarshi kurashlar fonida aholilarning aksar qismi kurdlardan tashkil topgan Hasaka va Qamishli mintaqalarida qurollana boshladi. Ularga ham ba'zi tashqi davlatlar yordam ko'rsatgani aniq. Ularning oldiga qo'ygan maqsadi mustaqil Kurdiston davlatini qurish va mintaqada o'z intereslarini saqlab qolish edi. Iroq tomonidan kirib kelgan IShID jamoati atrofidagi shahar qishloqlarni egallab bo'lgach, kurdlar yashaydigan mintaqalarga katta hujum boshladi.
va ikki tomonga ham qirg'inbarot bo'lgan ushbu urush aynan Kobani mintaqasida sodir bo'ldi. Ikki tomon ham o'z g'oyasi uchun o'lishga tayyor bo'lgani uchun janglar uzoq cho'zildi. Lekin IShIDning qo'li u urushlarda baland kelishni boshlagach, tashqi kuchlar Suriya yerlariga kirib keldi. IShID bahonasida Amerika bular butun Yevropaga tahdid tug'diryapti va mintaqadagi ozchiliklarga tajovuz qilmoqda deb Suriya yerlariga 2014-yilning sentyabr oyida kirib keldi. Mintaqadagi kurdlarga va Iroqdagi peshmerga kurdlariga moddiy va harbiy yordamlar ko'rsatib, IShID jamoatiga qarshi kurashishga imkoniyat yaratib berdi. Amerikaning yordami bu bilan cheklanib qolmadi. Kurdlarni janglar davomida havodan ham qo'llab, IShID markazlarini va ularning yetakchilarini doimiy hadafga olib keldi. Va buning ortidan AQSh pozitsiyasi Suriya va Iroqda qayta jonlandi. Endi Bashar Asad va Suriya xalqi o'rtasidagi urushlarga qaytsak. 2014-yilda IShID jamoati boshqa muxolif guruhlar bilan nizolashgach, mintaqa ajala boshladi. Suriyaning bir qismini IShID, boshqa bir qismini muxolif guruhlar va qolgan qismini esa Bashar Asad boshqarib kelayotgan edi. O'sha vaqtlarda Bashar Asad hukumatı va uning ittifoqdoshi Eron va Hizbulloh kuchlari ancha zaiflashib ketgan edi. Mintaqadagi asosiy kuch IShID va muxolif kuchlarning nufuzi ostida edi. Suriyaning katta qismi ularning hukmiga tobe bo'lgan. Bashar Asad Eron va Hizbullohning yordami bilan ham aytarli natijaga erisha olmagach, otasi Hofiz Asadning ittifoqdoshi bo'lgan Rossiya eshiklarini qoqa boshladi. Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri Suriya yerlariga olib kelishlik avvaliga Eronning taklifi bo'lgan bo'lsa, 2015-yilda Rossiyaga rasmiy murojaat yo'llandi. Rossiya Bashar Asadga namoyishlar boshlangan kundanoq uni qo'llab-quvvatlashni bildirgan, lekin askarlari bilan kirib kelmagan edi. Biroq Hizbulloh guruhi zaiflashib qolgani uchun Eronni Suriyadagi janglarni boshqarib kelgan katta qo'mondoni Qosim Sulaymoniy Rossiyaga borib, Putinni Suriya yerlarida Bashar Asadga yordam berishga ko'ndirdi. Buning ortidan rasmiyatchilik uchun Bashar Moskvaga borib, rasmiy iltimosini aytadi. Va 2015-yilning sentyabr oyida Rossiya dengiz floti va o'nlab so'nggi harbiy qiruvchi samolyotlari bilan Suriya yerlariga kelib, o'zlariga Hamimim harbiy aerodromida baza tashkil qiladi. Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi mintaqada katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Oldingi janglarda yerdan Bashar armiyasiga qarshi kurashib kelgan musulmonlar endilikda faqatgina osmondan tashlanayotgan yuzlab raketalar va og'ir qurollar snaradlariga qarshi turishlariga to'g'ri keldi. Bu holat o'z-o'zidan Bashar va 3 hamkorlari bilan ko'plab mintaqalarda ilgarilashlariga sabab bo'ldi. Rossiya bu yerda ham o'zini doimiy qo'llab keladigan yondirilgan yer siyosatini amalga oshirdi. Ya'ni biror shahar qishloqqa hujum qilishdan oldin u yerni yer bilan yakson qilib, u yerda tirik jon qolmaganiga ishonch hosil qilgach, oldinlashar edi. Rossiya bir necha yillik Suriyadagi jang tajribasidan kelib chiqib, urushdagi asosiy strategiyasini o'zgartirdi. Ayni o'sha yillarda Suriyaning bir necha viloyatlarida kichik guruhlar bir qancha mintaqalarni nazorat qilar edi. Rossiya Eron va Hizbulloh jangarilar bilan har bir viloyat uchun alohida jang rejasini ishlab chiqib, muhosarada bo'lgan shaharlarga hujumni kuchaytirdi va oz muddatdan so'ng shaharlar vayron qilinib, aholilar ochlik sabab u shahar qishloqlardan chiqib ketishga majbur bo'lishdi. Strategik ahamiyatga ega bo'lgan Halab shahri ham ayni shu taktika bilan avvaliga qamal qilinib, so'ng shiddat bilan bombalanib, 2016-yilning oxirida Halab aholilari u shahardan surgun qilindi. Ayni shu yillarda Halab viloyatining janubidagi hududlar ham Bashar Asad armiyasi va Rossiya nazoratiga o'tdi. Qolaversa, Hims, Damashq, Darada bo'lgan muxolif guruhlar o'z yerlaridan siqib chiqarilgach, ularning barchasi muxoliflarning so'nggi qal'asi bo'lgan Idlib viloyatiga to'plandi. 2017-yilda Bashar Asad o'z ittifoqdoshlari bilan Hama viloyatining g'arbi va Idlib viloyatining sharqi, Abu Zuhur mintaqalariga keng ko'lamli hujum boshladi. Hama g'arbida boshlangan shiddatli janglar sabab yuzlab qishloqlar bombalandi va yuz minglab aholilar o'z uylaridan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Bir vaqtning o'zida Hims cho'llarida Bashar Asad armiyasi va Rossiyaning IShID jamoatiga qarshi qilgan hujumlari sabab ular ham cho'llarda muhosara holatda qolishdi. Ne ajib, IShID jamoati muhosaradan chiqib desak qanday tushmayapti. Asad armiyasi ularni chiqishlik uchun koridor ochib berdi. Ular o'z qurollari va tanklari bilan 30 kilometrlik masofani bosib o'tib, mujohidlar Bashar Asad armiyasiga qarshi kurashayotgan mintaqalarga chiqib kelishdi. Endi IShID jamoati mujohidlar bilan qo'shilib, zolim Asad hukumatiga qarshi jang qiladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Balki ular zolim Asad rejimiga qarshi jang qilish o'rniga Asadga qarshi muxolif kuchlarga jang qilishni avlo deb bildi. Buni sababi qiziq. Bu borada o'ylab ko'rishni kuzatuvchilarni o'ziga qoldirganimiz ma'qul. Biz o'z so'zimizga qaytadigan bo'lsak, muxolif kuchlar bir vaqtning o'zida ikki frontda jang qilishga majbur bo'ldi va o'zlariga kelgan zaiflik sabab ko'p mintaqalardan chekinishga majbur bo'lishdi. Frontda endi Asad va uning hamtovoqlari bor edi. Jang taxminan 7 oy davom etdi va bu janglarda dushman qo'li baland kelib, yuzlab shahar qishloqlarni bosib olishga muvaffaq bo'lishdi. Uzoq davom etgan janglardan ikki tomon ham charchagan edi. Ushbu jangdagi bombardlar sabab 100 minglab aholilar jabrlangani sabab tashqi davlatlar bosimi bilan Bashar Asad hujumlarini to'xtatdi. Muxolif kuchlar jangdagi mag'lubiyatdan o'zlariga kerakli saboqlar va tajribalar olishgan edi. Ularning asosiy muammolaridan biri ichki tarqoqlik edi. Suriyada uzoq muddatdan beri davom etayotgan janglar natijasida aholiga xizmat ko'rsatish zaiflashib yo'q bo'lib borayotgan edi. Bu muammolarni bartaraf qilish uchun 2017-yilning o'zida qutqaruv hukumatı barpo qilindi.
Uning markaziy faoliyati Idlib viloyati va uning atrofidagi qishloqlarni o'z ichiga olgan. Bu hukumat shahar va qishloqlarni guruhlar boshqaruvidan chiqarib, markaziy hukumat boshqaruviga o'tkazdi. Yo'l tartiblari, aholi shaxsiy ma'lumotlarini ro'yxatlashtirish, ta'lim va sog'liqni saqlash borasida ko'plab islohotlar qilindi. 2019-yil Ramazon oyining ilk kunlari. Ostona kelishuvida yopiq eshiklar ortida muhim qarorlar qabul qilinadi. Rossiyaning Suriyadagi Xmeymim harbiy aerodromida Rossiya, Eron va Suriya harbiylari ishtirokida muhim yig'ilish bo'lib o'tadi. Suriya kelajagi aynan o'sha eshiklar ortida muhokama qilinadi. Rus boshchiligida Bashar Asad armiyasi 5 milliondan oshiq insonlar yashab kelayotgan Suriyaning shimoliy mintaqalarini to'laligicha bosib olishlik va u yerdagi muxolif guruhlarni sanoqli kunlarda yo'q qilishlikni reja qilishdi. Zolimlar reja qildi, lekin Alloh mazlum musulmonlarga yozgan narsadan boshqa hech narsa qilisha olmadi. Ramazonning 1-kunida hamma shimolidan boshlangan janglar dushmanlarning ketma-ket mag'lubiyatiga sabab bo'ldi. Butun Ramazon oyida barcha shimoliy mintaqalarni olishni reja qilgan zolimlar bitta ham qishloqqa ilgarilay olmadi. Urush xarajatlari qanchalik katta bo'lmasin, zolimlar o'z obro'sini saqlab qolish uchun mintaqalarni raketalar va samolyotlar bilan shiddat bilan bombalay boshladi. Shahar qishloqlarda tirik jon qolmaganiga ishonch hosil qilgach, mintaqalarda birin-ketin ilgarilay boshlashdi. Jang 11 oy davom etdi. Hamma shimoli va Idlib viloyatining janubidagi yuzlab shahar qishloqlar yer bilan bitta qilindi. 1 millionga yaqin insonlar o'z uylaridan quvib chiqarildi. So'nggi yillarda muxoliflar nazoratida bo'lgan mintaqalardan 4dan 1 qismi Asad armiyasi va uni hamtovoqlari tomonidan bosib olindi. 11 oydan so'ng Idlib shahriga 8 kilometr yaqinlikda janglar bo'lib o'tarkan, barcha aholilarning ma'naviyati tushib, jang qilayotgan mujohidlar ham noumid holga kelib qolishdi. Lekin shunga qaramay, muxolif kuchlar dushmanning hujumini qaytarishda shiddat bilan jang olib borishar va dushmanga katta zarar berishar edi. Uzoq davom etgan urushdan ikki tomon ham charchadi. 2020-yilning bahor oylarida ushbu urush tashqi davlatlar aralashuvida yana to'xtatildi. Ushbu aralashuvda Turkiya asosiy o'rinni egalladi. Turkiya davlati Rossiya va Eron bilan muzokaralardan so'ng Suriyaning shimoliy mintaqalariga yurishlarni to'xtatishlikka muvaffaq bo'ldi. Turkiya millionlab uylardan quvilayotgan suriyaliklar Turkiya chegarasi yaqiniga to'planayotganligi katta fojia va Turkiya uchun muammo bo'lishligini ta'kidlab o'tdi. Chunki yillar davomida Suriyadagi notinchlik sabab 4 milliondan oshiq suriyaliklar Turkiyada qochqin bo'lib, o'sha yerdan boshpana topgan edi. Yangi qochqinlar oqimini Turkiya qabul qila olmasligini aytib, Bashar Asad va hamkorlarini jangdan to'xtatishlikka muvaffaq bo'ldi. 2020-yilda muxolif guruhlar jangdan charchagan va katta yo'qotishlar bergan edi. Ko'plab odamlar o'z Robbisiga yo'liqqan bo'lsa, yana bir necha minglari yarador. Harbiy salohiyat ham zaiflashib ketgan edi. Ular qayta oyoqqa turish uchun va qayta saflarni tartiblash uchun ham fursat kerak edi. Mujohidlar oldingi janglardan olingan saboqlar va yo'qotishlardan so'ng jang strategiyasini butkul o'zgartirishlikka qaror qabul qilishdi. Harbiy tayyorgarliklar oshirildi. Yangi mujohidlar qo'shilib, muxolif guruhlar qayta kuchayga boshladi. Dushman nuqtalariga kelgusi yillarda yuzlab maxsus, ya'ni dushman hududiga kirib askarlarni o'ldirib qaytib chiqish amaliyotlarini amalga oshirishdi. Bu bilan dushman ma'naviyatini tushirishlik va kam xarajat va oz qurbonlar bilan dushmanga katta zarar yetkazishlik rejalashtirilgan edi. Katta janglarsiz oradan bir necha yil o'tdi. Uylari zolimlar tomonidan bosib olingan va chodirlarda jon saqlayotgan aholilarning sabr kosasi to'lib borar edi. Aholilar muxolif guruhlardan Bashar Asad askarlariga qarshi jang ochib, yerlarni qaytarib olishlikni talab qilib namoyishlar qilishdi. Jang siz biz o'ylaganday oson narsa emas. Jang uchun avvalo tayyorgarlik, dushman imkoniyatlarini o'rganish va munosib vaqt topib, so'ngra Allohga tavakkul qilib harakat qilishlik kerak. Ba'zida siz boshlagan jang g'alaba o'rniga mag'lubiyat bilan tugasa, so'nggi qo'rg'oningizdan ham ayrilishingiz mumkin. Avvalgi janglarda dushmanlardan o'lja olingan qurollarga suyanib jang qilingan bo'lsa, so'nggi yillardagi yo'qotishlarda qurol-yarog' va o'q-dorilar tanqisligi ko'rina boshladi. Shu sabab muxolif kuchlar harbiy salohiyatni kuchaytirish uchun mintaqada qurol ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yishdi. Minomyot to'plari, uzoq masofaga uchadigan turli hajmdagi raketalar, kamikadze dronlar, o'q-dorilar. Qolaversa, aholiga xizmat ko'rsatish yo'llarini deyarli barchasi ishlab chiqarildi. Jumladan vazirliklar, davlat muassasalari, maktab va universitetlar va hokazo. Bularning hammasi tinimsiz faoliyat olib bordi. Agar Alloh biror narsani sodir bo'lishini xohlasa, uni sabablarini muhayyo qilib qo'yadi. Suriyadagi bechora xalq uzoq yillar mobaynida bu zolimlardan ko'plab jabrlar ko'rishdi. Ular har namozlarda erta-yu kech Allohdan bu zolimlarning zulmini daf qilishligini so'rashar edi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qildi va zolimlarni o'zlarining orasida nizo paydo qildi. 2022-yilning boshlarida Bashar Asad hukumatiga tayanch vazifasini bajarib kelgan Rossiya Ukraina urushlariga kirib, o'sha yerda o'ralashib qoldi. O'z askarlari bilan Suriya xalqini qirg'in qilishda Bashar Asadga yordam bergan Hizbulloh guruhini Isroil Livan janubiga qilgan hujumlari ularni o'z uylariga qaytishga majbur qildi. Eron esa ichki muammolar va Isroil bilan munosabatlarni sovuqlashishi ortidan o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Ko'p yillik tayyorgarlik va sabr
Ana endi vaqti keldi deganda sado berar edi. Lekin bu so'nggi urush. Yoki g'alaba, yoki mag'lubiyat. Bu qarorni qabul qilish oson kechmagani aniq. Mujohidlar Bashar Asad hukumatini zaiflik davrida ularga hujum qilishni rejalashtirgan bo'lsa-da, lekin natija aniq emas edi. Osonli mujohidlar garchi zaif bo'lsa ham 100 minglab armiyaga va hisobsiz qurol-yarog'larga ega bo'lgan Bashar armiyasiga jang boshlashdi. To'xtang, jangdan oldingi holatlarga biroz e'tibor qaratsak. Muxolif guruhlarga qo'shinlik qilayotgan Turkiya ham bu urushga qat'iy qarshi edi. Chunki oldingi yillardagi mag'lubiyat sabab ko'p yerlar qo'ldan ketgan. Agar yana mag'lubiyat bo'lsa, Turkiya boshqa urush qochqinlarini qabul qila olmasligini va mintaqada yangi fojia yuz berishligi mumkinligidan ogohlantirdi. Lekin mujohidlar o'zlaridagi bor imkoniyatlari va Robbilariga tavakkal qilgan holatda 2024-yilni 27-noyabr kuni Bashar Asad pozitsiyalariga hujum boshlashdi. Bu galgi jang strategiyasi oldingi janglardan butkul farq qilar edi. Bir vaqtning o'zida bir necha joylardan Bashar Asad pozitsiyalariga hujum qilindi va u yerlar olingach, dushman qayta himoyalanishga ulgurmasdan hujumlar davom etdi. Shu sabab ham dushman qo'shinlarining saflari bo'linib, parokanda bo'lib ketdi. Dushman qo'shinlari jangning ilk kunlarida katta yo'qotishlar bergach, ma'naviyatlari tushib, faqat qochish haqida o'ylab qolishdi. Dushman tuzumidagi korrupsiya va talon-taroj Asad armiyasining zaiflashligiga asosiy sabablardan biri edi. Shu o'rinda askarlar ham kim uchun yoki nima uchun o'layotganini bilmay, jangdan qochishni afzal ko'rishdi. Jang Halab g'arbi va Idlib janubidan boshlanib, 3 kunda Halab shahri, keyingi 4-5 kunda 2019-yilda bosib olingan Idlib janubidagi shahar-qishloqlar ozod qilindi. Uning ortidan Hama, Hims va Damashqqa kirib borildi. Jangning so'nggi kunlarida Bashar davlat boshqaruvini butkul qo'ldan boy bergan edi. Armiya saflari tarqalib ketdi. Hatto poytaxt Damashqni ham qo'riqlay olmasligini bilgach, qo'liga ilingan mablag'ni olib Rossiya tomonga qochdi. Hatto bu xabarni o'zining eng yaqin oila a'zolariga ham aytmadi. Halab g'arbidan qo'zg'algan mujohidlar qo'shini katta qarshiliklarsiz 11 kun deganda Damashqqa kirib borishdi. Bu vaqtda Bashar armiyasida 100 minglab askarlar bor edi. Ulardan qurollarni qo'yganlarga omonlik berilish va'dasi berilgach, askarlar shahar ko'chalari va harbiy markazlarga qurol va harbiy kiyimlarni yechib tarqalib ketishdi. 13 yil oldin boshlangan tug'yon va zulmga qarshi kurash o'z nihoyasiga va hadafiga yetdi. Zolimlar qamoqlarida dinlari sabab qamalgan minglab mahbuslar ozodlikka chiqarildi. Suriyada o'nlab yillar mobaynida davom etib kelayotgan zulmga chek qo'yildi. 2011-yilda daralik bir bolakayni devorga "Sening navbating keldi ey doktor" deb yozgan iborasi uchqunida boshlangan bu qo'zg'olon oradan 14 yil o'tib o'z oldiga qo'ygan hadafiga yetdi. To'g'ri, Suriya xalqi ko'plagan qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Ko'plagani shahid va yarador bo'ldi. Ko'plagan odamlar uy-joylaridan ayrildi. Ammo oxir oqibat g'alaba qiyinchiliklarga qaramay sabr va sabotda turgan insonlarga hamroh bo'ldi. Bu bizga shunday qoidani anglatadiki, garchi zaif bo'lsangiz ham, biroq mag'lubiyatni tan olmasdan ilgari tomon asta-sekin qadam bosaversangiz, oxir oqibat g'alabaga erishasiz. Endilikda butun Suriyadagi maktab devorlariga ana endi hammasi tugadi doktor deb yozsa bo'ladi. Lekin bu yerga Harobat doktor, ya'ni doktor qochib ketdi deb yozib qo'yishibdi. Boshlangan. Prosta shuni ayta olmayapman, qanday boshlanganini. Va qo'lingiz bilan aniq bekitayotgan narsa men fokusdan aniq qilaman. Men bor, svet. Ha. Bu fokusniki bu. Yo'q. Tamam. Shunaqa boshlasak bo'ladi. Tayyormisiz? Bu yer Dara shahridagi Umariy masjidi.